chaqaloq ko'tarib kelsa hammaga pul berilar. Nima sabab? Nima gap? Nima bo'lyapti? Elsin. Ana sherga o'tiraman. Nima? Ha, berga nima deysan? Bularga nima deysan? Tamam. Yo'q. Zabt qo'shib nima? Berga o'g'irlik yo'q, zabt qo'shib. Uyga bordik, biz uyga boradimi? Yo'q. Ichkariga Borganingiz yo'q. Borganingiz yo'q. Borganingiz yo'q. yolg'on gapiraman. Hamma yolg'on gapirib o'tir. Borganlaringga kuni bo'lsa uyga bo'lsak. Yolg'on gapirib nima qilay? Borganimiz necha kun Ko'chadan bo'ladi? oldik kim borgan? Sog'liq qog'ozni kiyelab ko'rib berdi. Undan ilgari men 2-3 marta bordim. Keliningizdan so'rab kattasi. Ko'rdim de. Abdumalik ham boryaptimi? Sen ne işine borganmiz enasan? Yo'q, sizni fuqarolaringizda yordam kelib so'rab kelgan. Nima sababdan chaqasi bilan urib telefon tortib olgan? Kim urdi? Hammasi o'sha kishilar tortib oldi. Nima urdi? Sabab? Nima sababli ko'chaga? Urgan bo'lsa, Urgan videosi o'chirib taylar. Qo'limdan tortib. ya haberi telefon qo'yib zapsga nima? Kimni zaps? Menga kerak zaps. Kimga Nima farqi bor? Bor o'g'lim zaps. Olib boring zaps. Nima deysiz? boraman. Nima deysiz? Nima uchun Zaps. qilib Bu haqorat qildim zaps. Nima uchun qilib bermaysiz? Nima qilib berasiz? Nima uchun qilib bermaysiz? Bor desang, отказ qilyapti. Borganlaring yo'q. Nima sen qayerdan bilasan zap borganini? Kim javob beradi? Kim javob beradi? Ikki Bola. marta bordik. Qaysi biri javob berasan o'zi? Alo. Ha, bor mal. Bormayman, javob beradi o'zi. Istama. Yerga o'tirgan nima foydasi bor? Ha, chor aka. Abi shunday aka, aytavering uyga. Uyga aytavering. Ha, janjo bir so'rang. La, yur. Yo'q. Yo'q, yurmayman. Ammo uyga boring. Alisher o'tiram. Astagfirullah. Menga javob ber. Ya berib o'tirib nima Yo'q, nima sababdan bunday qilyapti? urushgan bo'lsa uribdi, odam chaqirib o'tiraversan buradan Kim qarayib berib o'tiraversan? Kimni qo'riqlaysiz? Javob ber. Javob bergan joyi bor yo'qsan bor. Birinchi bergan nima qilasan? Javob bergan joyga bor turaman. Chaqirasan kimni bo'lsa. Birzikin mana nima qilsang o'zing qil. Yerga javob berin. Mana bo'ldi javob berin. Odamlar eshitdi mana. Nima sababdan telefonim tortib oldi? Telefon zaps qilishga haqqing yo'q. Kim aytdi zaps Ha, qilyapti? qilgandir desa. Kirgan odam zaps qilgan kiradimi? Telefon eshikda vaqt kirishga haqqing yo'q telefon. Nima sabab? Shunday, telefon kir. Nima Sen ursa aytadi, mana uchastka o'tiribdi, mana turibdi. Telefon qo'shib zaps qilib nima zaps? Uchastka birga qo'shilib qilyapti. Nima dedi uchastka? Uchav birga Nima dedi? Men hozir chiqdim. Ha, zaps qilganmisiz, zaps qilma degansan. Shunday qilib oladi. Yaxshi. Yoshlar qilib oladi. O'chirib tayladi qo'lim. Mayli. Tortib olib o'chirib tayladi qo'limni. Qo'limdan tortib hozir siz kelgandan keyin ber. Ko'rdingizmi? Dörtte chaqirib olgan chaqirib nima bo'ladi? Urgan bo'lsa javob beradi, urgan bo'lsa. Mana shular ham o'tirib. Urganini ko'r. Tashqari urdimi? Ichkariga qamab oldi. Telefonimni tortib olib ichkariga kirgizib oldi. Ursa javob beradi. Javob beradi. Javob berganmiz o'tirib bir qilam bo'l, qilam. Yerga vag'illama, borda uyingga borda. Kechga ham o'zi hammasi o'zi javob Bachcha beradi. pulini bodkaz qila olmaydi. Qildinglar. Qildinglar, sizlar qilib kel. Borganlaring yo'q, men kunini Ey, inson uyga. qanday odam, sen o'zing jabr qilyapsan. Men senga tushuntirib aytyapman. Bunday qilsang bir narsaga erishmaysan. Nima sababdan? Erishmaysan narsa. Nima sababdan Sen urdi? sabab berma menga. Nima sababdan urdi? Bunday erish kim urdi sen? Urgan bo'lsa uchastka o'tir. Urgan bo'lsa uchastka o'tir. Uchastka o'yin qo'shilib oldi. Uchastka ham urdi. Qo'shilib urdi. Ye? Men nima uchun Uchastka ahmoq bo'lgansan urib. Shuncha odam turib. Yosh paytgacha nima urdi demadim. Uchastka nima uradsan? Telefon tortib oldi. Telefonni zaps qilganmisan, olgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Nima zap? Yerga Nima yomon ishi bormi Nima bular? haqqi bor? Tirzani nima urasan? Tirza nima? Qo'yinglar deb urdi. Qo'ylimni bunday qilibman. Davlat idorasiga urishga Mana haqqing yo'q. shunday qilib ushlagandan keyin. Tamam to'xta, sen. Pulga so'ragani keldingmi yo yashib yurgani kelding? Shuda. Manmi? Mana shunday Nima mahallamda jazo qo'llan? ko'ryapman. Ayol qismaydi. Siraga harorat. Nima debdi? Kirib videoga olibsan, videoga Ye? Ha, Senga bedar bo'lsam. Va qasam, ko'rib bu xaylani shu ayoldan ko'ring. Ko'rib qarab. Moshinni ichiga qarab o'tiribdik. qasam hozir qilmanglar. Eshikni mayli ushlab olib, mayli. U eshikdan Nima urasan? Yolg'on gapirmang. Hayla, mana shu ayol. Nima sababdan men o'zimni kirib Mana eshik shu uraman? ayol begona. Ya o'zimni Nima jazo qo'yinglar, nima yuguradi? Olib ketaman opa. Qog'oz ketaman, yoz qog'oz. Jazo qil. Men qamashga san olib boraman. Nima urasan idora?
Nima hal qilmayman orada? Men urishga nima haq? Sen nima qilsan? Mayroda. Yozing. Mahallamni kelib yordam berib kelyapti. Har qanday sen o'zingni og'ir qilyapsan. Men senga aytayapman, og'ir qilyapsan. Nima haqqingiz bor? Og'ir qilyapsan. Men haqqim bor. Men sherga rais. Haqqingiz yo'q. Men fuqaro yordam so'ragan Yordam so'rasang, meni oldimga kecha kelding, to'g'rimi? Bugun Men ham seni kelibman. tushuntirdim. Erta kel dedingiz, kecha Men keldim. keldingam, kelib Kel nima qilasan? dedingiz. Men senga aytdim. Shunday voqea dedim. Shunday atkaz qilingan dedim. Men senga ochiqcha aytdim. Yekav men ushlab turdim, mana bu telefonni o'chirib taylar. Yo'q, WhatsAppga tegib. Ishlab telefon, mana bu o'chirib taylar. Hozir yozdi. Yoz. Yoz. Yoz, men o'zim boraman, nachanik. Yoz. Ha beri nima foydasi bor o'tirganing? O'tirsan vaqt, o'tirmasang ishim bor. Bir zik sana bu chim bor. Bilmaman, chi,